Atışlarım yerim borligini bilmeydi jim bo'lib turing. Nima? Bismillahirrahmanirrahim. Dada yaxshilab keldingizmi? Yaxshi o'g'lim. O'g'lim bu nima? Ha, bitta amaki berib ketuvdi onamlarga. Yo'g'i? Ha. Ana shunaqami? Chidolmadim. Nima ahvol bular? Ona dadam keldi. Uchar qanaqa dada? Atışlarım e'tibor bermaymiz. Tamam. Jim baring. Atışlarım yerim borligini bilmeydi jim bo'lib turing. Nima? Bilmaysiz onamga. Sana hali to'xtab qo'ysamlar, ko'tarayapsanmi? Hammang yozib beraman, jo'ngni ketdi. Qo'ysamlar, men qo'l ko'tarasan o'zingcha. Hali erlik ham qilolmay qoldimmi? Nima qilib qo'yibsan, yoqdan qo'yirasan, shintani yo'q. Yiqalsan ham hammang yonimga ketdi. Hali to'xtab tur, hammang yozib beraman seni. Uy, mol-mulk hammasini yutqizib olaman. Ketsan ketaver. Bor bo'lasan hali. Do'stim, ichimdan bir şey qotib qolibmiz ha. Yaxshimi aytmay onasi. Hozir birman. Alo. Alo, canım kaynasız yoldan kerak. Jonim, tinchlikmi? Men senga hozir Telegramdan lokatsiya tashlaman, o'sha yerga tez yetib kel. Gaplashib olamiz, xo'p? Hozir boraman. Kim edi u? Jo'ra, ishonmaysan, kecha bitta bloger takka uydan topganman. Va, o'z biznesinga kerakli kishi blogerchalar. Bo'l, reklamani bosamiz, bu yog'ini nimani Yaxshi aytma.